Hozir men Vnukovo aeroportidaman, registratsiyadan o'tyapman. Ya'ni Instagramdagi ko'pgina qizlar mazah qilib kulishyapti. Sizni deydi, chegarada o'tayotgan paytingizda yuzingizni ochishadi deydi. Ro'mollarni yechib tashlashadi deydi. Ro'mollarini yechishmaydi, prosta paranjingizni ko'tarib ayol kishiga ko'rsatasiz. Bu joyda ayol kishi o'tiradi. Ayol kishiga tekshirtiraman. Ayol kishida o'taman. Mana o'tdik. Bu joyda biror sani kiyimingni narsang yechmaydi. Mana ayol kishi o'tiradi, keldim. Ro'molingni yechmaysan, boshqa hech qilmaysan. Yechib tashlaysan deb vahima qilasizlar. Bo'lmagan gap. Yolg'on, uydirma. To'g'ri, pasportni ko'rish uchun yuzingizni ko'rish kerak. Unga yechmaysan, mana paranjing jichcha ko'tarasan, qiz bola yuzini ko'radi va o'tkazib yuboradi. Ashuncha vahima qilasizlar. Vnukovo havo yo'llari Moskvadagi eng birinchi yaxshi aeroportlardan hisoblanadi. Bu joyda tekshiruv ham juda ham qattiq bo'ladi. Mana hozir bemalol aeroportning ichida yuribman, registratsiyalarda o'tdim. Birorta inson gapirmadi, yo birorta inson nima qilmadi, hamma hurmat qiladi, yaxshi muomalada bo'ldi. Hech qanaqa unaqa bir niqobingizni yechib tashlang yoki bo'lmasa yuzingizni oching yo shunday narsa hech kim hech narsa demadi. Agar sen o'zing yaxshi inson bo'lsang, qonunni buzmasang, biror yomon ish qilmasang, sen hech kim gapirmaydi, hech kim hech narsa demaydi. Spokойней bemalol yuraverasizlar. O'shaning uchun o'zlaringiz qalblaringizda shunaqa g'araz maqsad bo'lgan, hammani shunaqa o'ylaysiz.